Do'stlar, mana shu yerga shundoq qilib qatirib qo'yamiz. Nakov box. Mana shu sariq migat qilsa ishlamayapti degani, qizil migat qilsa вообще ishlamayapti degani. Mana bu yerda daft udobniy joyiga mana shunaqa prikrutilib qo'yilgan. Zaryadga olib ketaveradi. Bitta yoqib qo'yasiz bo'ldi. Ishlamasa, mana telefondan bitta telefon qilib turib, litovskiy nomerlar, mashinalar. Xullas bitta telefon qo'l ishlamayapti deysiz, o'zlari ishlatib beradi. Bu Litvada ishlamaydi. Litvada platniy doroga yo'q. Bunda to'lanmaydi. Platniy darogani naqd pul bilan o'zlari sotib olishadi ishxona. Shunaqa gaplar. Endi sekin joylashib olamiz. Mana uning ichida kartalar bo'ladi. Kartalarni ochamiz. Dafti udobniy tomonlarida mana shunaqa stollari bor-da. Kengda keyin maza qilasiz mana. Tepaga qo'limni tekkizsam zo'rg'a mana shunday bo'lyapti. Bu bo'yim 1.78. Mana qo'lim zo'rg'a tikka qilsam mana shunday bo'lyapti. Lyuklari ham bor, pardalari bor. O'zini ikkitadan ekan pardalar. Pardalar ikkitadan ekan. Xullas shunaqa hozir biz kartani ochayotgandik. Mana kartalar. Bu kartalarda raqamlarini ololmayman. Chunki raqamlarini olsam sizlar pulni ishlatib qo'yasizlar. Lekin mana kodi ham bor. Kodini ham aytmasam baribir ishlatolmaysizlar.